Hamzat Chimayev ijtimoiy tarmoqda Alex Pereirani jangga chorlashda davom etmoqda. Alex esa unga javoban ushbu videoni joyladi. Nima gap, coach? Chimayev uchun tayyorlanyapsanmi? Chimayev Poatan bilan jang qilish kerak. Bilasanmi? Birinchi bo'lib u bizgacha yetib kelish kerak. Biz Jon Jonsni xohlayapmiz. Bizga Jon Jons kerak. Jon ancha katta nom. Lekin Chimayev bu yigit bilan jang qilish kerak. Agar Hamzat shu yigit bilan jang qilsa, men Alexga o'z uyimni tikaman. Nima bo'lyapti? Chimayev. Qo'ysang-chi, Chimayev haqida gapiryapsanmi? U bola men bilan jang qilmoqchi ekanligini aytdi. U birinchi shu darajaga chiqishi kerak. Tushuntira oldimmi? U juda pastda, lekin men uni o'z hududida jang qilishga chaqiraman. Albatta agar o'zi xohlasa. Chimayev, menga yaxshilab qara. Kel sening asosiy quroling bo'lgan grappling bo'yicha jang qilamiz. UFC Braziliya jiu-jitsusi bo'yicha turnir tashkil qilyapti, to'g'rimi? Kel o'sha yerda bellashamiz. Yana bir narsa, men bu bellashuvdan qancha pul ishlashim mumkinligini bilmayman. Yaxshigina pul bo'ladi. Ushbu jangdan tushgan 100% foydani xayriya qilamiz. Bu senga ma'qulmi? Men MMA bo'yicha jang bo'lsa, o'z uyimni tikaman deb aytdim. Lekin bu yigit grappling bo'yicha jang qilmoqchi. Unda olg'a.